Biznes qilay ekan deb o'ylanib yurganlar uchun hozir juda trend bo'layotgan gazoblok ishlab chiqarish liniyalari mana O'zbekiston bo'ylab gazoblok uskunalarini olib borib quyishlari o'rgatib ishga tushirib beryapmiz. Hozir mana Namangan, Norinkapa degan joyda mana uskunani gazoblok uskunasini olib kelganmiz. Mana komplektimizda nimalar bo'ladi deganlar uchun mana shunaqa katta mishalkasi. Xohlasanglar 220, xohlasanglar 380 da ishlaydigan bitta rastor tayyorlaganda 12 ta gazoblok tayyorlash uchun mo'ljallangan mana shunaqa mishalkasi bo'ladi mana. Ko'ryapsizlar? Bosasiz uje ishlaydi. Chiroyli holatda ishlangan mana. Motorlari ham yangi holatda. Kranilari ham yaxshilardan qo'yilgan mana. Shunaqa bitta gazoblok mishalkasi. Manaqa suv isitish tenti mana. Bu pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik shablon bu. U shablonga mana suv nasos suv olib berish uchun mo'ljallangan mana. Hozir to'kka ulab qo'yildi. Mana ikkita tenti bo'ladi. Ikkita tenti mana avtomatda yoqib o'chiriladi mana. Ko'ryapsizlar? Bu yerda 3 kilovatlik, bu tarafda 3 kilovatlik mana. Обратный shu 110 litrda o'zi to'xtaydi. Bu bachuk sal o'zi asli kattaroq. Suv dachik ham yo'q bilan mana hozir isitishga qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa isyapti. Hozir isitsa sirazi quyib ko'rsatib beriladi. Ular ham tushuntiriladi mana. Konteynerdan yasalgan materialni ko'ryapsizlar, juda qalin, yaxshi holatda qilingan mana. Shunaqa suv bochkasi. Va mana bu gazoblok qolip. Mana gazoblok qolipini ko'ryapsizlar. Mana burchaklari ham juda yaxshi yopishgan, tagida ham qisqichlari bor mana. Yaxshi hozirgi yangi pokoleniyadagi qoliplar mana. Gazoblokni quyasiz, 4 soat, 5 soatda mana riskasini qo'yib, kesib, 1 sutkada olsa bo'ladi. Endi yozgi kunida 2 marta ham qilsa bo'ladi. Shu qolipdan mana 2 dona. Bu 60, 20, 30 razmerda ikkita qolipda 24 ta, agar 10 lik bo'ladigan bo'lsa 48 ta chiqadi. Mana endi bu shablon, xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik, xohlasangiz 30 lik razmerda kessa bo'ladi. Va mana arrasi. Shu komplektimiz hozirgi kundagi narxi $1,500. Dastavkasi shu adresga qarab kelishilgan holatda. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan qilib beramiz. Ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqilsa, batafsil hamma ma'lumotlar tushuntiriladi. Pena blok, gazoblok, uskunlarning barcha turlari bor. Ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.